kecha mazam bo'lmay uyda o'tirganim uchun magazinga kela olmadim va men bu chivinga qarshi bo'lgan spreydan ololmadim. Mana bugun hozir magazindan kelib olib ketyapman qizlar. Bolalarim chivin talab tashabdi. Hatto o'zi ikkita uchtagina kirib olgan, faqat shu bollarni chaqadi. Bu chivin chaqmasligi uchun, chivin chaqishini oldini oladi, yaqinlashtirmaydi, shu uchun foydalaniladi. Lekin hozir уже chaq bo'lgan joylari uchun mana bundan foydalaniladi. Bu o'zi nima yordam beradi deganda, chaqqan joyiga surib qo'yasizlar. Chaqqandan keyin o'sha joy qichishadi, ishib qoladi. Bola baribir qichigandan keyin, shilib olgandan keyin infeksiya tushishi mumkin. Bu bo'lsa, shuni bakteriyalardan himoya qilib, dezinfeksiya qilib beradi va sastavida lidokain bo'lgani uchun qichishini ham, og'riqni ham olib beradi. Обязательно olinglar. Yana men uyga olgan narsalarimdan bu Yakasan Krem Effect salfetkasi, suxoy salfetka bo'ladi. Chunki hozir katta farzandim ozgina shamollagan, burni oqyapti. Buni artmasa burnini shilib oladi boshqa salfetkalar. Faqat shundan foydalanadi. Tugab qopdi, tez olib keling deb telefon qildi. Shunga olib ketyapman. O'zim postoyan uyda foydalanadigan mana shu Yakasanning geli. Juda ham zo'r qizlar, ham toza yuvadi, ham hidi ham приятный, chunki menga preterning hidlar umuman yoqmaydi, ko'nglim aynitadi. Uydan ham kelib turishini o'zi ham ko'nglim aynitadi. Narxi ham juda ham выгодный, 80 ming so'm, 2,1 litrligi 90 ta stirkaga yetadi. Bu вообще zo'r degani. Bilasizlar, уже ko'pchilik kukunli parashoklardan chiqyapti, sababi ular kirmoshingizni ham yomon qiladi, erish qiyin, ko'p joylarda qolib ketadi, nakib qiladi. Bular umuman kirmoshingiz uchun ham, kiyimingiz uchun ham xavfsiz bo'ladi, gipoallergenlik bo'ladi. Shunaqa bugun uyga olib ketayotgan, o'zim uchun olib narsalarimni sizlar bilan bo'lishim keldi. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, bemalol yozsanglar, konsultantlarimiz batafsil ma'lumot beradi. Bu safar bitta joyda to'xtab turib video olaman. Bilsanglar bilarsizlar, yurmayman, spesialniy yozmaylar. Remenni ham taqib ketaman hozir. Meni remenim shunaqa turadi.